Boshladikmi? Bismillah. Ironman mashg'ulotlari biroz murakkabroq va ko'proq vaqt talab qiladi sizdan. Har kuni kamida 2-3 soat sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Trenerim mendan so'rayaptiki, Jahongir aka cho'kib ketib qolmaysizmi ish qilib deyapti. Ya Jahongir, anaqa Ironmanga bormaysan. Bu ahvolda 5 kun qolgan. Tiklanib ulgurmaysan. Meni yoshligimdan shakllanib qolgan narsa bor, maqsad o'zgarmaydi. Maqsaddan hech qachon voz kechilmaydi. Ota-onam men uchun yoshligimda men bilmagan juda ko'p ishni qilishgan ekan. Men Jahongir Nasriddinov Toshkent farmatsevtika institutini tugatganman. Ayni paytda ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanamiz va men Ironmanman.